Qadrli yurtdoshlar, bugun kunlardan 3-iyun Toronto yaqinidagi Burlington shaharchasidaman, ko'l yoqasida. Kecha kunlardan Ukraina kuni edi, 2-iyun. Bir guruh ukrainalik do'stlar, kasbdoshlar taklif qilishdi kechqurun. Ukrainaliklar bilan birga Maluk kunini nishonladik. Maluk degani ukrainchadan o'rischaga ag'darganingizda malish bo'ladi, bizning tilimizda kichkintoy bo'ladi. Ya'ni kecha kichkintoy kunini nishonladik. Kichkintoy katta ish qildi, bilasiz. Rossiyaning eng kuchli uzoqqa uchadigan bombachi uchoqlarini hozirgi ma'lumotlarga ko'ra 12 tasini ishdan chiqargan, joyida portlatgan va yana 5-6 tasi jiddiy zarar ko'rgan deyilmoqda. Va shu o'rinda bugun yangi bir xabar keldi. Demak, Ukraina Qrim ko'prigini tagidagi eng kuchli ustunlardan birini portlatgan. Trump Zelenskiy bilan uchrashganda sening qo'lingda karta yo'q. Ya'ni karta deganda hali karta o'ynaydiganlar biladi. Zot deymiz-ku. Zot yo'q deganda Zelenskiy ko'rsatdi, karta bor ekan. Endi bilmadim Trump nima deb javob beradi, lekin Ukraina kartasi borligini ko'rsatdi. Eng muhimi, bilasizmi, Ukraina faqat o'zi uchun urushmayapti. 4-yil ketayotgan bu urush Putinning, ya'ni Hitler tipidagi hozirgi zamon diktatori Putinning Isirni qayta tiklash orzularini yo'qqa chiqarish uchun urushyapti. Birinchi Ukraina, keyin Qozog'iston, keyin O'zbekiston va hokazo Putinning planida Isirni tiklash bor edi. Demak, ammo bu plan amalga oshmaydi endi. Chunki Ukraina juda qattiq qarshilik ko'rsatdi. Ukraina demak bu planlarni hammasini yo'qqa chiqardi. Shu sababli Ukraina xalqiga biz ko'p minnatdor bo'lsak arziydi. Ular kunni kun, kechani kecha demasdan bosqinchi o'ris kuchlari bilan urushyapti. Rossiya bu urushlarda juda katta zarar oldi. Juda ko'p texnikasini yo'qotdi. 1 millionga yaqin odamini yo'qotdi. Lekin niyatidan hali qaytgani yo'q. Rossiya yana qancha chidashi mumkin? Uni iqtisodi ko'taradimi bu urushni? Bu Ukrainaning ittifoqchilariga bog'liq. Agar ittifoqchilar mana hozir Amerikada yangi qonun loyihasi tayyorlanib, tasdiqlanish arafasida, agar ittifoqchilar qattiq turadigan bo'lsa, Yevropa, Amerika Rossiyaning iqtisodi bu urushni ortiq ko'tara olmaydi. Hozirdanoq mamlakat ichkarisida yo'qchilik juda katta miqyosda avj olganini o'qiyapmiz. Demak, Xitoy hatto yaqinida turib Rossiyani yordam bergani bilan Rossiya bu urushni ortiq bajarishi qiyin. O'zbekiston, Qozog'iston va boshqa Markaziy Osiyodagi bizning Turkiston respublikalarimiz bir shaklda Ukrainaning jasorati tufayli qayta okkupatsiya bo'lishdan qutulib qoldi. Chunki bundan keyin Rus armiyasining, Rus harbiy sanoatini tishi sindi. Ortiq na Qozog'istonga, na O'zbekistonga tishi o'tmaydi. Bu urushning biz uchun foydali va quvonarli tarafi shu. Lekin aslida urushning hech biri yaxshi emas. Odamlar o'ladi, yurt nimaga aylanadi? Demak, xarobaga aylanadi. Shu sababli albatta urush yaxshi emas, lekin O'zbekiston bu urushdan o'zini foydasiga ancha narsani qo'lga kiritdi desak bo'laveradi.
Yana Ukraina masalasiga qaytamiz. Ukrainada demak Malyuk deganimiz o'sha kichkintoy juda katta hatto Isroil Mossadi hayratlanadigan darajada operatsiyani amalga oshirdi. Buni qaytarib o'tirmayman, hammangiz bilasiz, ko'rgansiz. Kechadan beri demak buni internet tarmoqlarida hamma joyda ko'rgansiz, demak o'qigansiz, bilgansiz. Shu sababli men buni qaytarib o'tirmayman. Faqat eslatamanki, Rossiyaning uzoqqa uchadigan yadro quroli tashishi mumkin bo'lgan ko'plab uchoqlari turgan joyida yo'q qilindi. Bugungi chiqishimiz aslida bir Ukraina xalqining quvonchiga sherik bo'lish deb baholanishi mumkin. Chunki kecha men Ukrain do'stlar bilan uchrashdim va ular bilan o'tirib bu masalani yaxshigina muhokama qildik. Ular muzday pivo ichishdi. Men kecha mashina haydayotgan holatda bo'lganim uchun ichmadim, ayron ichdim. Muzday ayron. Umuman yaxshi o'tirdik. Shunaqa aziz do'stlar, demak urushning foydalari va zararlari degan turkumiga bu videoni tirkab qo'yishingiz mumkin. Ukraina uchun foydasi yo'q albatta, Ukraina uchun zarar, juda ko'p odamini yo'qotdi. Ko'p odami va 20% dan oshiq yillarini yo'qotdi hozircha. Lekin O'zbekiston uchun albatta bu bir katta qo'lga kiritilgan yutuq deyish mumkin. Ya'ni bundan keyin urush istilosi xavfi yo'q. Shu bilan aziz do'stlar, bugungi qisqa Burlingtonda Ontario ko'li qirg'oqlaridan olib borayotgan mana shu kichik video lavhamiz tugaydi. Sizga sog'lik, omonlik tilaymiz. Xayr, yaxshi qoling.